Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Aysxon, 30 men birinchi tragim, rentga berilgan trag va birinchi kunim bugun va o'sha bo'yicha masalalar bo'yicha men aytib o'taman nima hodisa bo'ldi. Men Kolumbiyada olganman. 3tasini o'qiydi примерно, da 3ta. Olaman, ketaman, upload qilaman, o'shani tushirishadi, keyin ketishim kerak edi. Keyin yana bu yoqqa kelib qo'yishim kerak bo'lgan. U yoqdan men tushirib keyin aytadigan bo'lsam, keyin yana nima bo'ldi? 30-yanvarda birinchi trakni oldim, rentga, keyin birinchi o'zim chiqdim, Teamsiz chiqqanman. Yana nima desam bo'ladi? Teamsiz chiqqanman va birinchi xatolardan biri. Xato men o'ylashimcha mendan bo'lmadi, chunki trak bilan fil, qotib qoldi, blok bo'lib qoldi deydi o'g'illar. 30-da kelganman, hamma qilib ko'rdi, butun men bu yerda turganlar, 30-da men kechqurundan to ertalabgacha mana qildim. Keyin ertalab kelishdi. Servis keldi, tuzata olmadi. 2 soat qildik. Keyin yana 1 soatdan keyin qaytib kelaman dedi. Uni videosini qo'yaman, qanday video ko'rganimni. Keyin qo'ydim. 1 soatdan keyin keldi, yana ocholmadi. Keyin boshqa servis keldi. Boshqa servis ham qila olmadi. Ikkita katta bahaybat bratlar keldi. Ular ham ocholmadi. Keyin men bitta yurgan bitta servis urdi. Aytdim, "Davay qilamizmi?" dedim. "Davay qilib ko'raman" dedi. "Sen ocholmayapsanmi?" dedi boshda. Shota ustimdan kulgandek bo'ldi, oddiy narsani. Keyin yana nima bo'ldi? Shu ocholmaganimdan keyin 31 bo'lyapti, to'g'rimi? 31da kutdik. Men dispetcherga aytdim, shunaqa, tuda-suda ochib bo'lmayapti. Hech kim ocholmayapti. Traktor egasi bilmadim nimada xato. Chunki traktor egasi aytayapti, men oldiga ko'p borib, men bunaqa, qo'ymoqchi, ko'p moving qilgan ekanman. Korchi kelib, masalan, trakka qo'yib, bunday oldinga orqaga qo'yishim kerak. Aytayaptiki, shunday borib, shunday qo'yishing kerak, shunda blok bo'lmaydi. Men keyin safar yana buni oladigan bo'lsam, men o'zi birinchi qiladigan odam facilityda kichkina facility bo'lgan oldi bilib turibdi. Tasavvur qilinglar, qo'yib bo'ladimi oldinga orqaga, endi men katta, kichkinaman. Borib, bunday qo'yaman-da men. Qanday qo'yaman? Shunaqa payt yana aytadi, "Sen to'laysan." Men to'layman, to'lashga bo'ldi. Pulini bering, qarzini bering, bo'ldi. Mana bir kun tashlagan pulimni bo'ldi. Hisoblaysizmi? Haftadan keyin olaman. Bo'ldi, men siz kompaniyadan chiqib ketaman, bo'ldi shu. Ayb nima demoqchiman? Ustadan chiqqan degan, u degan hammasi zo'r degan. Elektrik lines ishlamaydi anasinisi. Kechqurun bilan emergency'da keldim yana. Yukdan qilmaydi. O'zi mumkin emas unaqa, to'g'rimi? Mumkin emas. Neyse ko'rsatadi. Keyin yana nima bo'ldi? Kecha Amazon yopildi. Safetour bu, Georgiyadagi. 30da kelgan bo'lsam, 31da meni chiqarib yuborishdi. Po-mo'yam 4-3 menda shunaqa. 3 menda. Keyin soat isromi 6da xotelga yetib oldim. Nimaga desanglar, bu yoqdan chiqib, taksi kutib, ko'chada Uber'da uladim telefonimni, kartam ulolmadim. Akadan qarz so'radim, bitta akadan. Bekzod aka degan akam bor-da men. Kompaniya menga unaqa narsa deb pul bermadi. Shu qiynalmancha, lekin aytadigan bo'lsam, Aziz nima qilyapti? Aziz taksi zakaz qilyapti atelga. Yopti voyam aytlar bular. Shu $168. Yo. $76 deb yozgan mana shu. Kichkinagina ashitdan chiqsa eshigi bo'ldi. Mana jazi bor, mana kravati bor ekan, kravati yolg'iz kechqurun sovg'atamiz. Keyin tushligi bor ekan, tushligi ham hech narsasi yo'q ekan, tuxum bor ekan. Birinchi shu pichinkasi bo'ldi, boshqa narsasi yo'q ekan. $76 internet yozgan, 110 degan, 168 ichib olgan, 68 bo'lib chiqsa hisoblaysiz, bir $50 anamga olibdi-da. Nimadir sindirib qo'ymasin degan bizni. Shu yana nima deyishim mumkin? Hali ocholmadim, endi
asosiy narsaga o'taman, ya'ni nimada? Men hamma ish qilib ko'rdim. Ya'ni yoqamiz, ochamiz, oldinga, orqaga qildik. Mana bu relay-sarimni tushirganmiz ham, ko'targanmiz ham, fifth wheelni pastga ham tushirganmiz. Mana uni ham ishlatib ko'rganmiz o'sha qoralar bilan. Mana bu dampni ishlatganmiz. Ochmayapti inson, ochmayapti. Men bitta gap aytsam, so'kmaymi deydi. Kompaniyani turqini ko'rsatmayman. Bismillah. Birinchisi men elektrik laynasga hech qachon ishlamagan. Emergency'da kelganman. Mana uni kecha o'zi polni pastga tushirganmiz buni. Pastga tushirganmiz. Mana fifth wheelni ham pastga tushirganmiz. Fifth wheelni tushirganmizmi? Fifth wheelni ko'rsataman. Bismillah. Fifth wheelni tushirganmiz, a. South Carolinadan Georgiaga, ya'ni 150 mil qilib turganman bitta joyga, Kolumbiya deganiga, keyin undan keyin yana Felixga tashlaganman. Unda traktor qo'yib tushirishib, sразу yana ketganman. Yana 189 mi? 210 millik joy edi. 210 mildan keyin Georgiaga kelganman. Mana fasilite o'zimiz South Tourga. Endi 30da kelganman. 30da 31 emas. 30da kelganman, ocholmaganman. Ko'chadagi hamma odamdan so'raganman, yordam beringlar. Chunki bu Fredlarnikini ocholmayapman dedim. Ocholmadi. Servis ertalab keldi, ocholmadi. Keyin yana nima bo'ldi? Servis ocholmadimi? Ikkinchi servis keldi, u ham ocholmadi. Uchinchisi bor edi, bu yerda turib, 3 ta servis qilaman. Keyin aytayapti, bugunda o'zi chiqib ketish kerak edi. Ya'ni kecha ham yopilgan, ya'ni kecha 31 bo'lgan. 31da shu kechasi soat 5lar 4larga men chiqarib olgan, ya'ni havo yomon bo'ladi deb o'tirsam bo'lardi. Keyin soat 11ga 12da ochilish kerak edi bugun. Ya'ni 1-yanvar kelganman, u bo'lgan olib ketishing kerak bugunda o'zi dedi. Men aytayapman, servis ocholmas ekan, любой servis qilib bera olmas ekan desam, keyin kompaniya aytayapti, ya'ni o'sha dealershipda, ya'ni mana bu kompaniyani Fredlanderda kompaniyani keyin o'zi ochib beradi dedi. Ochib berish kerak dedi. U ham dushanba kuni ishlaydi. Eng yomon ko'raman. 880 marta qaytardim mana shu ishlarni. Tushirdim, orqaga olib bordim, olib keldim. Mana endi bularni tushirdim, buni ham tushirdik, buni ham qildik, hammasini qildik. Butun traktorlarga telefon qildim. Hamma aytadi, bittasi aytadi, "Men bu gamni qilib tashladim" deydi. Siz bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Chunki bilet mana bu o'lik. Mana shu o'lik chiqmayapti. Men bunaqasini birinchi marta ishlatyapman. Hisob qo'shaymiz. Tepaga ham, pastga ham dakansa chiqish kerak-da bu. Dakansa ham chiqmayapti. Mana uni ham ko'tardik. Buni ko'targanmiz dakansa o'zi. Ne dakansa tushmagan ekan. Dakansa ko'targanmiz kecha. Dakansa ham ko'targanmiz, 2 marta tushirganmiz ham, вообще tushirib tashlaganmiz. Mana uni tushirganmiz. Ya'ni общий hisobda aytadigan bo'lsam, ya'ni mana o'likni o'rtasi ochilmayapti. Ya'ni blok bo'lib qolgan deyapti. Ya'ni bu blok bo'lib qolgan deyapti. Ya'ni qanaqasiga blok bo'lib qoladi? Savol, ya'ni traktor egasi aytayapti, ya'ni men parkovkaga kirayotganimda ko'p harakat qilib yoribman, ya'ni oldinga, orqaga kirgizganimda bu blok bo'lib qolgan ekan. Men shuncha masalan kelaman, olib kiraman oldinga, orqaga. O'shandan keyin kirib qo'yishim kerak. Va kechadan beri shu 30-yanvardan beri 30-yanvar shu kechki soat 10 dan beri 1-yanvargacha mana soat почти 12:01 bo'lyapti. Hali beri turibmiz. Bugun chiqarib yuboramiz deyapti. Men ham charchadim. Men bu traktor egasiga berib yuboraman. Nima bu qanaqa ana bu bo'ldi shuni bilmadim lekin nimasi bu o'zim ham tushunmayapman. Aynan men kompaniyada o'zim tim bo'lib ishlaganimda hech bo'lmagan. Oldinga orqaga chiqib ketardi. Bunda orqaga ham bo'lmaydi, oldinga ham bo'lmaydi. Bo'ldi, unaqasi yo'q, yana nimadir demoqchi edim. Charchadim men. Aytaman tracking. Birinchi kunim edi o'zi. O'sha 30-yanvarda yuk olgandim, 5 dan soat 10 gacha bo'lganda. Keyin olib kelib ikkinchi mana dropiga qo'yapman. Birinchi dropida
ya'ni birinchi dropida men tushirmaganman, sразу tushirib tashlashgan. O'zi mana shunchalik iborat. Mingmi shunaqa edi. Masalan shunaqada shuni aybi, ya'ni sразу olib kelib yuklagan desanglar ham unaqa bo'lmaydi. Nimaga? Chunki masalan shu mana uni olmasdan tushirgan desanglar ham, chunki undan oldin men yuklaganman. Tushirganmiz, hech narsa bo'lmagan. Bu Kenworth edi, bu Freightliner-da. Bilmadim, cho'ta birinchi kunim, birinchi trakim edi, cho'ta salonab bo'ldi. Nima deymiz endi, Xudo bergani, sovuqda kecha hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Baroat degani poklanish. Kim ham gunohlari kechirilishini, umri va rizqi yaxshi tomonga burilishini va do'zaxdan ozod bo'lishini istamaydi. Bu kunni baroat kechasi sanasini faqat yaxshilikni ozod bo'lish degani. Hammaga assalomu alaykum. Evet, optik kesishni boshlashdi. Kesish jarayoni ya'ni fix bo'ldi. Polniy optashab, ya'ni boshqa qo'yadigan bo'ldik. Biz chiqdik, 2 mayldan keyin qayerga bordik va keyin meksikaliklar bilan keldi. Shu qora bola. Ya'ni kesishni boshladi. Kesdi, oldi, ya'ni birinchi boshlasan. takan solmadi, gazi tugab qoldi. Aytdi, ertalab kelamiz. Yana bir kun qoldim. Nariga sheriklar kelib tashlash kerak edi. Oyog'ida yana ko'chada bir kun qolgandan so'ng ochiq hisobda yana shundan keyin keldi, ertalab soat 9larda keldi. Yana bir soatdan keyin olib tashlagandan keyin yana qo'rqiladi, sheriklar olib ketdi. Men esa istaxonaga Notga ketdim. Kech to'ziga yetib bordim. Usta aytdi, bugun qilamiz dedi. Bugun qilmaymiz dedi. Keyin ertalab qilamiz dedi. Ertalab ham qilmadi. Keyin kechqurun soat 4da boshlashdi, keyin soat 9:10larda ketdi. Bu keyinchalik North Carolina deydi. Макет, вперед! Гуд! Назад! Назад! Гуд! Давай подергай еще! Хорош, ёпта, сейчас сломаешься. А? Я попробую отстегнуть. Не, нормально все, хорошо. Отстегиваю. Пробуй. Выходит. Давай еще. Окей. Avvalambor hamma narsani qildik. Birinchi aybim o'zim shu sal chiqqanim bo'lgan shekilli. Shunda o'ziga batrak 800 ming yurgan, 900 mingga yaqin edi. 2018-yil edi. Keyin plus sal chiqib ketgan bo'lgan bo'lsa kerak. Ikkinchisi esa yaxshi qildik. Uchinchisi shu bo'ldi, xudo xolasa. Ya'ni Southdan Northga bordik, ustaxonaga 2 kunga yaqin turdik. Undan keyin Metro Beachga bordik, tekshirdik, hamma narsani qo'ydik. Undan keyin yana loyiga tiqilib qoldim, bilmadim. Omadim bo'lmadi. Urushmaysizlar, hammaga rahmat.